aksariyati, balki hammasini o'ylantirgan bitta narsa bu rizq muammosi. Mana shu rizqini topib kelishning yo'lida odamlar haloliga ham qaramay qo'ydi, haromiga ham qaramay qo'ydi. Rizq topishning yo'lida inson ibodatdan tashlab qo'yapti, qarindosh urishida aloqani ham tashlab qo'yapti, umuman odamgarchilikdan tashlab qo'yapti. Ana shu rizq topishning yo'lida ikkita og'ayni bilan sherik bo'lib tijorat qilyapti. Ozgina pul topgandan keyin xuddi shu rizqni deb turib, bir-biri bilan qiyomat idora qilyapti. Aka-ukalar ajrashib ketyapti, eshik talashib, otalariga tikib gapiryapti. Rizq o'zi nima? Alloh taolo mana aytdik, odam alayhissalom yerga tushgan ekan, bandalarning yerda xotirjam hayot kechirish uchun kerak bo'ladigan hamma qonun-qoidalarni chizib qo'ygan. Odamlar Alloh taolodan ko'rsatgan so'zmasdan uzoqlashib ketgandan keyin rizqni faqat o'zi topib yeyishligi haqida tushuncha paydo bo'lib qoldi. Ishlamagan birodarlar biram odamlar ishlamay tishlab yuribdi. Alloh rizqiga yozib qo'yganligi uchun. Va biram odamlar eshakdek ishlayapti, lekin tishlay olmayapti. Buni atini nima deb qo'yadi? Buni atini rizq deb qo'yadi birodarlar. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadiki: "Va man da'afatin